bypass sinfiga kiruvchi kesish moshlamasidagi qaychini ko'rsataman hozir. Ya'ni bypassni mana farqi. Pichoq keladida, mana bu asosiy pichoq bo'lsa, bu yordam pichog'i bo'ladi. Qaychi kelib shox o'rtasiga kelganda, ya'ni bu ikkinchi o'rtadagi mana bu qaychi, ya'ni tiq qismi bunga yordamchi qaychi bo'ladi. Ya'ni yordamchi pichoq vazifasini o'tab beradi. Ya'ni hozir kesib ko'rsataman. Bu 80 santimetrli arsi. Hop, markasi, mana markasini ko'ramiz. LB30 degan qaychi. Ars bilasizlar, dunyodagi yapon samuraylar ishlatadigan metal, juda qattiq metal hisoblanadi. Ya'ni uglerodda qayta ishlangan metal bo'ladi, uncha-muncha zanglamaydi va o'tkirligini uncha-muncha yo'qotmaydi. Demak, endi bu Pink Lady olma daraxtining hozirgi holati, afsuski, ildizida qanaqangidir muammo ketyapti. Biz daraxtga yordam berish uchun va shu bahona shu qaychidan tekshirib olamiz. Demak, kesib tashlaymiz mevasi bilan bo'lsa ham. Mana kesish ko'rsatasiz. Mana yaqinroq olib kelsangiz. Hop, mana e'tibor beramiz, shu yerga yaqinlashtirasiz. Mana qaychining yordamchi kuchini. Mana yaqinlashyapti, yaqinlashtiramiz. Yana. Ana. Ko'rdingmi mana? Holat, ya'ni yordamchi keldi. Ya'ni yordamchi pichoq o'zining ishini qilib berdi. Bu bypass sinfiga kiruvchi qaychilar hisoblanadi. Bu daraxtga endi kesishdan maqsad daraxtga to'liq yordam berishimiz kerak. Shuning uchun to'liq olib tashlaymiz daraxtga. Ya'ni shoxlarini yengillashtiramiz. Chunki daraxt ortiq qiynalmaymiz bu yerda. Ya'ni noto'g'ri tushunmanglar, buni kesishdan maqsad daraxtga ortiqcha kuchlardan xalos qilish. Kerak bo'lsa ustini ham olib tashlaymiz bolalar. Ya'ni daraxt to'liq yengillashtirdik. Mana mevalari bilan ketdi, afsuski. Endi yo daraxt saqlashimiz kerak bo'ldi, yo bu yerda mevani olib qolishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun to'liq kuchli kesish orqali daraxtni saqlab qolamiz qaychimiz orqali. Ya'ni bypass qaychisini farqini mana hozir sizlarga ko'rsataman, yaqinroq olib kelaverasiz. Ya'ni bypass sinfiga kiruvchi qaychilar faqat ingichka shoxlarni kesish uchun qulay hisoblanadi. Mana ko'rsatasiz. Kirdik. To'xtamaydi bu yerda hech qanaqa kuch. Mana ingichkaligi mana ko'ryapsiz, taxminan zapasdan sal yo'g'onroq mana. Buni ham ola oladi bemalol. Bu qaychi o'zi loper qaychisi hisoblanadi. Ya'ni mana aytganimdek, shu loper yozilgan. Mana loper bypass deyilgan mana. Mana bypass mana shu qismi hisoblanganligi uchun loper deyiladi. Yana ko'rsataman. Shox olib tashlashimdan maqsad shu edi mana. Loperlarni har doim bypass sinfiga kiruvchi qaychisidan olishinglarni tavsiya qilaman. Chunki tepani o'zida bitta vaqt o'zida ham ish bajariladi. Mana bo'yim taxminan 1.90 bo'lsa, yana 80 qo'shilgan bo'lsa, 2.70 gacha bemalol ola oladi. Balandlik shunaqa ishlaydi. Anvil sinflari bor. Anvil sinflarini ham ko'rsataman. Kichkina qaychida faqat o'zim bu qaychilarni farqiga yaxshi borganligim uchun har doim bypass sinfiga kiruvchi katta qaychilarda bypasslarni olaman. Qurigan daraxt mana hozir holati. Demak, hali aytganimdek, anvil qaychilarini ko'rsataman, ishlash prinsiplari qanaqa ishlashini. Demak, bu Lov 10 qaychisi, markasi 10 mana, original Lov. O'zim ishlataman bu qaychini. Undan tashqari Felco 31 bor mana. Bular o'sha hali aytganimdek anvil qaychilari. Ishlash mexanizmlarini hozir qisqa tushuntiraman. Bunisi bu ham anvil sinfiga kiradi. Bu ham anvil mana. Ya'ni qobiq kelib uriladi, asosiy pichoq bu yoqqa kelib uriladi. Endi kesishdan boshlab ko'rsatib bera qolay va keyin qolgan parametrlarni tushuntiraman. Demak, anvil qaychilarini mana 3 ta qaychini, ya'ni 2 xil korxonaning qaychisini, zavod qaychisini ishlash prinsiplarini ko'rsatamiz. Demak, anvil qaychilar asosiy xususiyati shundan iboratki, asosiy pichoq kelib urilgan qismi, ya'ni alyumin qismiga yoki hali aytganimdek uglerod bilan to'yiltirilgan metal qismiga kelib uriladi mana. Ko'ryapsizlar? Buni funksiyasi shuki, kesganimizda bizaga shu qo'li shu qismiga nagruska tushmaydi. Faqat bu anvil tipidagi qaychilarga, masalan, bypass yaxshi yoki anvil yaxshi demoqchi emasman. Qaychilarning sifatini, umumiy sifatini tushuntirib ketyapman. Ya'ni kesganimizda bu qismga nagruska kelmaydi, ya'ni og'riq kelmaydi. Ertasi kuni kesib bo'lganingizdan keyin bu qo'lingizning mana bu qismlari bo'ldi, ya'ni bilak qismlaringiz og'rimaydi. Ya'ni xuddi tennis raketkasini urganda kuch shot bilan mana bu qismga keladi. Bu qaychilarda, ya'ni anvillarda umuman bunaqa xususiyat yo'q. Endi kesamiz. Mana qurigan daraxt ko'rsatasiz, quriganni mana toza qurigan. Mana bu esa qurimagan. Mana buni ham ko'rsatib qo'yamiz qaytadan.
Demak, kesamiz endi. O'zi odatda men umuman qaychilarni qurigan shoxga solmayman, lekin anvilni xususiyatini ko'rsatib berishim uchun solishga to'g'ri kelyapti. Demak, solamiz mana. Ko'rdinglar, hech qanaqa bir qiyinchilik bo'lmadi. Olamiz. Bu taxminan 1,5-15 millimetrlik qalinlikdagi shox. Buni kesamiz yana mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Nagruska bor. Qo'lga, lekin bu qismiga to'liq kelmayapti. Faqat panjaning o'zidan qaytyapti nagruska mana. Endi mana yana kesamiz qo'shimchasini. Mana. Mana kesildi mana. Bu 10 millimetrlik. Mana hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Endi qalinrog'iga ham solaylik, mana buni ko'rsating. Taxminan 20 millimetrligi qalinlikdagi shox bu mana kesyapman. Oxirgi jarayonni ko'rsatamiz. Mana bu qismi, yog'ochli qismi quruq, to'liq qurigan mana. 20 millimetr felko qaychimiz hozircha hech qanaqa qiyinchiliksiz kesdi. Yana oxirgisini ko'rsataman. O'sha qo'lga nagruska kelyapti, ya'ni qattiq, lekin to'liq o'tmadi menga kuch. Endi o'zingiz kesib ko'rsanglar yana aniqroq bo'ladi. Faqat qaychi sotayotgan paytda anvil qaychisini sotib olsanglargina quruqlansalarga to'g'ri keladi mana. Qoyil. Uzdi. Qaychiga big'iga gap yo'q. Endi Lov ko'rsatamiz. Lov 15 markasi. Kichkina panjalar uchun. Aytmoqchiman, panjalar haqida ham aytib ketishim kerak. Demak, mana buni katta panjalar uchun ishlatiladi. Ya'ni kirganda ichkariga osonroq kirishi uchun, ya'ni panjani hammaning panjasi har xil, bu ingichka. Ya'ni panjasi kichkina, ozg'in insonlar uchun ishlatsa bo'ladi. Endi buni solamiz. Xo'p, demak, ne qiynalmadi, qoyilma. Solamiz endi buni 1 millimetrlik shoxga soldim. Yo'q, qiynalmadi, qoyil. Umuman kuch kelmayapti qo'lga. Men bu qaychilarni o'zim ishlataman, ya'ni bu sal ustidagi qismiga to'g'ri tushunasizlar, qaychini o'tkirlaganim yo'q yoki hech qanaqa bir yangi qaychini olib kelganim yo'q, to'g'ridan-to'g'ri olib keldim, hech qanaqa mana tig' yo'q, o'tkirlash belgisi yo'q umuman mana. Endi demak, jarayon davom ettiramiz. 20 millimetrlik qaychi va lov ekan haqiqatdan mana. Kes yurish yo'li mana. Umuman muammo yo'q. Sezmayapman kuch. Xo'p, tepa qismini kesamiz. Bu daraxt ham ko'rsatishingiz kerak. Buni haqqi mana hech qanaqa ekilmagan yoki ekib qo'yilmagan toza. Kesdik, tushamiz pastga qarab. 18 millimetrlik taxminiy shox. Yo'q, nagruska keldi baribir. Shuning uchun agar daraxtlarda daraxtlar qurigan bo'lsa, anvilni tavsiya qilaman faqat. Ya'ni mana shu tizimda ishlaydigan qaychini. Qilayotganda mana kelib shu qismiga uriladi mana. To'xtaydi mana. Yana tushamiz, kesamiz, 20 gacha yaqinlashaylik, mana shu 20. Qoyil, hech narsa bo'lmadi. Mana. Endi anvilning ikkinchi sinfini ko'ramiz. Bu ham mana lov 10. Hali o'zim ishlatilgan. Endi solamiz buni. Qirchillab qopti juda. Yo'q, zo'r mana. Bunda hech qanaqa muammo yo'q. Ishlash prinsipi mana. 15 millimetrligiga solamiz. Qo'limni faqat mana shu qismigina charchadi, hozir ishonsanglar. Ya'ni panjamni o'zi charchadi. Hozir mana shu qurganni kesayotganim o'zi panjamni shu qismigina charchadi. Boshqa qismi umuman charchamadi. Ochig'ini aytaman, mana sal kuch keldi. Bilinmas bu. Ya'ni buni kesamiz yana. Davom ettiramiz ishni. Endi 20 millimetrga yaqin joyini kesamiz buni. Shoxqa 20 dan oshiqroq ekan bu. Mana. Demak, shu mana 20 millimetrlik hali ham. Holat. Endi felkoni ham qayta solaylik shunga. Felko ham dunyodagi eng ishonchli brendlardan bittasi. Mobilni jo'yab, Felko ham yaxshi mana. Ajoyib kesyapti, qoyil. Turgan qismi. Ikkitalikka solib ko'ramiz Felkoni yana qaytadan.
Yo'q, zo'r. Anvil o'zini sirini haqiqatdan, ya'ni o'zining texnologiyasi kuchliligini bir marta isbotladi, yana. Low'da ham solamiz endi, qani. Zo'r. Juda ajoyib. Anvil bu haqiqiy professional bog'bonlarning qaytisi hisoblanadi. Bypass ham xuddi shu sinfga kiradi. Ya'ni buni asosiy funksiyasi qurigan shoxlarga mana ko'rdinglar, soldik. Hech qanaqa bir qo'lga deyarli og'irlik kuch kelmadi, nagruska kelmadi. Uchta qaychida ham mana ikkita dunyoning eng katta brendlaridan Low bilan Felco firmasi mana ikkalasi ham original qaychilar. Bu ham zo'r. Qurganda o'zini kuchini ko'rsatdi. Bu ham mana o'zini kuchini ko'rsatdi va bu ham o'zini kuchini to'liq ko'rsatdi. Bu Anvil qaychilarimiz. Endi bypass hozir mana shu daraxtda bitta ko'rsatamiz. Ingichkaroq shoxga kesaylikda. Bypass ham oxirgi ishini ko'rsataylik. Mana mevasi yo'q daraxt. Men faqat ko'rsatish uchun ingichkaligini mana ko'ramiz hozir. Bu ya'ni bypass qaychisi, hali aytganimdek shu uriladigan yordamchi pichoq, asosiy pichoq. Buni taxminan bu 50 mm gacha bo'lgan qalinlik shoxlar ola oladi mana. Bemalol kesa oladi. Mana ingichka shox qani, buni ham ko'ryapti. Daraxt ehtiyot qilamiz, hozir kesib bo'lmaydi afsuski. Endi ko'rsatishimiz kerak, mana ko'ryapti. Mana ingichkalari ham hech qanaqa qiyinchiliksiz kesyapti. Qoyil. Bypass ham juda ajoyib qaychi. Kesdik endi. Buni tagida taqab olib tashlaymiz. Taqab kesish bo'yicha mana bypass ketadigan qaychilar yo'q. Mana ko'ryapsizlar. O'zi zazor qoldiryapti, kerak zazori, ya'ni daraxt kallus hosil qila oladi to'liq. Tepa qismida bemalol ishlayapmiz hozir. Daraxtdan endi uzr so'raymiz. Odatda men bargi bor paytda kestirmayman daraxtlarni, endi qaychini ko'rsatishimiz kerak, chunki asosiy mavsum kesish mavsumi boshlanyapti. Shuning uchun daraxtda yana uzr so'rab qo'yamiz. Zo'r, liderlarni shu bilan yakkala ola qoldik. Xuddi shu usuldagi mana shu bypass qaychisi bo'ladi. Loper 30 marka arsiz qaychisi. Demak, men 3 ta qaychini ishlataman. O'zim Baxko endi mashinamda qolib ketdi ochig'i. Baxko ishlatmas. Demak, ars Yapon samuraylari ishlatadigan metal va Low bilan Felco qaychisi. Qaychi sotayotganda e'tibor berishingiz kerak. O'zingizdan kelib chiqib, agar qurgan daraxt ko'proq kesadigan bo'lsanglar, Anvil qaychilarini ishlatinglar. Agar ingichka daraxtlarni ko'proq kesadigan bo'lsanglar, bypassni turga mansub qaychilarni olinglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Hurmatli bog'bonlar. Men sizlarga ko'proq foydam tegishi uchun yangi tashabbus boshladim. Ya'ni boshlagandim va shu tashabbusni yana rivojlantirish maqsadida sizlarga o'zimning Telegram kanalimni havolasini xudo xolasa videolarim tagiga joylab ketaman. Bu joylashimizdan maqsad, agar bog'ingizda o'zingiz yecholmayotgan qanaqangidir muammo bo'ladigan bo'lsa, hosildorlik past yoki daraxtlarning shakl berishda, o'sishda, o'g'itlashida, tuproq tahlilida, suv tahlilida qanaqangidir muammolarga duch kelib, bog'ingizdan yaxshi foyda yoki yaxshi daromad yoki yaxshi hosil ololmayotgan bo'lsangiz, bemalol meni Telegram kanalimga o'zingizdan savollarni rasm video tariqasida yuborishingiz mumkin. O'sha yuborgan ma'lumotinglar, ya'ni savolinglar keng muhokamaga qo'yamiz va shu joyda men to'liq sizlarga javob beraman, xudo xolasa, va o'sha sizlar yuborgan savol orqali bu hamma ko'radi. Balki kimdir bog'ida ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, qolgan bog'bonlar ham shu siz yuborgan rasm video savol orqali o'zlariga javob olishlari mumkin. Qaytaraman, o'sha Telegram havolamni joylab ketaman. Bemalol kirib savollarni kommentariyada yozib javob olishingiz mumkin.